Mana buni qarang. Bu kometa Yupiterga urilmoqda. Bu Shoemaker-Levy 9. Aniqroq uning bo'laklari. Qiziq shundaki, Yupiterning tortish kuchi shunchalik kuchliligidan kometa Yupiterga qarab ketayotganda uni bo'laklarga bo'lib tashladi. 6 kun davomida 21 ta bo'lak sayyoraga urilib, sayyorada bir necha izlar qoldirdi. Shu hodisani ko'rarkanmiz, tabiiyki aytamiz, agar shu narsa bizga sodir bo'lsa nima qilardik deb. Olimlarning aytishicha, Yupiter biz uchun keladigan ko'plab asteroidlarni aslida o'ziga tortib oladi. Olimlar Yupiterni Quyosh tizimining chang yutgichi ham deb ataydi. Chunki boshqa sayyoralarga qaraganda shunchalik kattaligidan va gravitatsiya kuchi ko'pligidan uning orbitaviy ta'sir kuchi boshqa kometalarning orbitaviy ta'sir kuchini buzib o'ziga tortib oladi va Yupiter barcha zarbalarni o'ziga qabul qilayotgan payt biz Yerda tinchgina yashaymiz. Ammo ba'zan o'ziga tortib olgan, lekin Yupiterga tegmasdan o'tib ketgan narsalar esa bizga qarab katapultadek otiladi. Albatta tasodifan. Shu sababli Yupiter bizni himoya qilmaganda biz o'zimizni qanday himoya qilishimizni o'rganish uchun bizga obuna bo'ling.